Assalomu alaykum hurmatli Fast Education YouTube kanali obunachilari. Mana bugun bizning IELTS Insights ko'rsatuvimizning navbatdagi soni. Bugun 3-may kuni imtihonda katta o'zgarish, ya'ni eski qalamlar o'rniga endi ruchkalar ishlatiladi. Qani bolalarning fikrlari va test imtihoni qanaqa bo'lganini ko'rib o'tamiz. Marhamat. Bugun imtihonimizda o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun juda ham ko'p do'stlar va ota-onalar kelgan. Keling, ulardan fikrlarini so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Imtihonga keldingizmi? Ha, Kimni olib keldingiz? kelinimni. Ha, qanaqa bo'lyapti o'zingizdagi hissiyotlaringiz? Ha, hayajonlanib o'tiribmiz, endi yaxshi berib chiqsinlar. O'zingiz imtihonga kirgandek his qilyapsizmi? Ha, 4 yildan beri o'qiyapman kelinim bilan. Endi diplom birga olamizda. Xudo xohlasa. Birga qo'shilishib, dars qilib, ha? Ha, bolasi bor kichkina yana. Ingliz tilini o'zingiz ham o'rganib qolgandirsiz ancha. Ha, ancha yo'q endi o'rganmadik-ku, endi polosga qarayman-da. Ha. Xudo xohlasa necha rezultat kutyapsiz? Bir marta topshirgan, 7 chiqqan edi. Ikkinchi marta tugatyaptilar institutni. Xudo xohlasa endi. Demak, yana 7 dan yuqori natija kutib qolamiz. Xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Imtihonga keldingizmi? Kimni olib keldingiz? O'g'lim, Xo'p, o'zingizda hissiyotlar qanaqa ketyapti? ichimda hayajon, xuddi o'zim o'tirgandayman o'sha imtihonda. Ko'pchilik ota-onalardan so'raganimizda aytishadiki, imtihonga bolalarim kirganda undan battar o'zim hayajonlanyapman Shunaqa deydi. bo'lyapman o'zi. Qancha vaqt tayyorlangandilar? 2 yil bo'ldi. 2 yil. Necha rezultat kutyapsiz? Endi bilmadim. Allohga tavakkal hammasi. Nasib qilgani, ya. Inshaalloh. Tayyorgarlik jarayoni qanaqa bo'lgan? Misol uchun, o'zlari ham aytadi-ku, mock rezultatim uncha chiqdi, buncha chiqdi deb. Undan oldin olganiga 6,5 olgan, yaxshi natija, kutganimiz yo'q edi bu payt. Demak, ikkinchi marta Ikkinchi topshirishlar. marta topshirish. Demak, bu safar bemalol 8 oladi-da. Inshaalloh, umidimiz bor. Bugun imtihonga juda ham ko'plab ota-onalar kelgan. Kelinglar, yana fikrlarini so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Imtihonga kimni olib keldingiz? Qizimni Qizingizni qanchadan beri tayyorlanadilar? endi hozir o'zi 4-kursni bitiribdi. Universitetda o'qiydi. Universitetda o'qiydi. Qashqadaryoda. Qashqadaryodan keldilaringiz. Da, Qashqadaryo Qarshi. Samarqand qanday ekan? Yaxshi zo'r Yaxshi. joylar. Ha, yaxshi. Birinchi marta topshirishlarim IELTS'ni yo? Birinchisi. Ha. Necha rezultat kutyapsiz? Endi Allohning nimasi, endi nasib bo'lsa yuqori ballni kutamiz. Chetgacha anaqa qilish kerak, magistraturani o'qish kerak nasib bo'lsa. Tushunarli. Imtihon uchun ob-havo juda ham zo'r. Hamma sharoitlar ham zo'r. Lekin ularning hissiyotlari qanaqa ketyapti? Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Imtihonga keldilaringizmi? Ha, alaykum assalom. Imtihonga Kimni olib keldilaringiz? o'g'limni. O'g'lingizni qanchadan beri tayyorlanadilar? 7 oy bo'ldi-da. 7 oy bo'ldi, 0 dan. 0 dan 7 oy bo'ldi. Necha natija kutyapsizlar? Endi nasib bo'lsa 7 kutyapmiz. 7. 7 oy tayyorlangan bo'lsa, agar 7 oyning ichida 7 olsa, juda ham zo'r rezultat bo'ladi. O'zingizning hissiyotlaringiz qanaqa ketyapti? Yaxshi, endi chiqsa o'zidan fikr bilmoqchimiz qani. Ha. Chunki o'zi ishlab chiqqandan keyin o'ziga bilinadi birinchi natijasi qanday bo'lgani. O'g'lingiz necha yoshdalar? 10-sinfda o'qiydi. 10-sinf. Zo'r. 10-sinfdan turib IELTS topshirish albatta zo'r natija. Nasib bo'lsa IELTS'ni olib olsa, keyingi fanlarga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi, matematika, ona tili, Boshqa fanlarni. boshqa fanlar. Xo'p, tayyorgarlik jarayoni qanaqa bo'ldi? Qiyinmi, osonmi? Mana sizlar ota-ona his qilishadi, bilishadi dars qilgan jarayonlarini. Qanaqa bo'ldi? Yaxshi. Repetitor ustoziga bordi. Haftada 3 kun. Repetitor ustozda 3 soat kuniga tayyorgarlik ko'rgan. Keyin darsdan tashqari uyda ham ko'p shug'ullandi. Speaking ko'proq qildi. Reading, listening, writing hammasini qilib tayyorgarlik yaxshi amal qildi. O'zi tayyorlanganlaridan siz ham bilib olibsiz-ku, listening, reading, writing, speaking o'zi yodlab hammasini ulardan yaxshi bilib, ha? 3 kun oldin speaking olib kelgandik. Speaking уже o'tdi. Speakingda o'tdi. Yaxshi bo'libdimi? Endi natijasi birga chiqadi-ku. Yo'q, o'zlarining fikrlari. Yaxshi o'tdi buni. 7 olsa, bu yoqdan yana 7 chiqsa, undisa, 7 kutib turibmiz. Zo'r. 7 S1 bo'ladi-ku. Ha, S1 bo'ladi. Sivana shunisiga. Kutib turibmiz. Mana kandidatlar ham birma-bir kelib chiqmoqda. Marhamat. So, how was the exam? Очень хорошо. There was a change that you don't have to use a pencil, but you will use a pen. And what was your opinion about change? Для меня было это легко, потому что когда я училась, тоже я писала с ручкой. What do you think about listening? Easy or difficult?
No, it was easy. What about reading? Also easy. So what score are you expecting? I need 6. You need 6, Yes. but you are going to get 8? Maybe. Maybe. Thank you, good luck. Qanaqa bo'ldi imtihon? Yaxshi. Writingda o'zgarish bo'ldi. Ruchkani o'rniga, qalamni o'rniga ruchka. Bu o'zgarishga fikringiz qanaqa bo'ldi? Немножко неудобно, потому что немножко пачкается. Is there any chance of editing your writing with pen? For example, if you write something and you want to change that word, how do you do that with pen? You Is have there to any cross chance? with one cross line. And how was the listening and reading? It was quite easy for me. I don't know about others, but for me it was. Was it problem discussion essay? I think? Yeah. And what score are you expecting? I don't know. 8? I don't know. I cannot say anything. Okay, good luck. Thank you. Thank you. Qanaqa bo'ldi imtihon? Yaxshi, mana. Yaxshimi? Listening, reading, writing Ha, hammasi bo'lgan. zo'r bo'ldi. Necha rezultat kutyapsiz? 7,5-8. 7,5-8. Birinchi topshirishingizmi? Yo'q, ikkinchisi. Ikkinchisi? Ha. Writingdagi o'zgarish, вообще-то IELTSdagi o'zgarish sizga qanaqa ta'sir qildi? Ya'ni qalam o'rniga ruchka. Yaxshi, uncha farq qilmaydi. Bir xil, a? Ha, yaxshiroq bo'ldi. Chunki yozish qalam bilan ozroq muammo edi. Yaxshi. Shuncha vaqtgacha qalamda tayyorlanib, oxiriga kelganda ruchkaga tayyorlandilar esa. Kompyuterga yozash edim men. Uncha farq qilgan yo'q men. Ha, typing bilan shug'ullangansiz. Ha, o'zi ta'bir bilasiz. Rahmat, omadingiz bersin. Mana kandidatlarimizni hattoki imtihonni topshirib chiqqanlari uchun gul bilan tabriklamoqda. Keling, fikrlarni so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Imtihon qanaqa bo'ldi? Assalomu alaykum. Zo'r. Yaxshi bo'ldimi? Ha, Qanaqa qilib topshirdingiz? Listening, reading, writing. hammasi yaxshi bo'ldi. Listeningda necha topdim deb o'ylaysiz? Endi bilmadim. Oldindan ayta olmadim. Reading? Readingim xuddi shunday. Odatda oxirgi vaqtlar reading qiyin kelishyapti dedi. Sizni fikringiz qanaqa? Men uchun bir xil. Bir xil. Tayyorlangan odamga farqi yo'q. Ha. Qalamchi, qalamni o'rniga ruchka deyishdi. Ruchka qiyin emasmi? Yo'q, ozgina qiyin. O'zgartira olmaysiz javoblaringizni. Chalkashish bo'ladi. Bu gullar nima uchun? Imtihon topshirib chiqqaningiz uchun. Ha, Tabriklash uchun. Ha. Zo'r. Rahmat. Omadingiz bersin, rahmat. Rahmat. Xo'p, assalomu alaykum. Imtihon topshirib chiqdingizmi? Qalay bo'ldi imtihon? Yaxshi bo'ladi. Xo'p, listening, reading, writing qiyinchilik. Bo'ladi, uncha qiyin emas. Cambridge kitoblariga qaraganda level qanaqa ekan darajasi IELTSniki? Deyarli bir xil. Deyarli bir xil. Nima maslahat berasiz writing bilan speakingni ko'tarish uchun? Maslahat bilmaymiz. Xo'p, necha rezultat kutyapsiz? 7,5. 7. Birinchi topshirishingiz? Birinchisi. Imtihon muhiti qanaqa ekan? Imtihon muhiti zo'r. Ruchka qiyinlik qilmadimi? Yo'q, endi qilmadi. Bo'ladi. Rahmat, omadingiz bersin. Imtihon qanaqa bo'ldi? Yaxshi. Reading, listening qiynalmadingizmi? Yo'q. 7 oy tayyorlanibsiz. 7 oy tayyorlanish yetarli bo'ldimi yoki yana Bo'l. bo'ladi-ya? Xo'p, necha kutyapsiz endi? 7 bo'lsa kerak. 7 bo'lsa kerak. Speakingiz o'tdimi? Speaking ham bo'ldi. Qanaqa bo'ldi? Speakingdagi Yaxshi bo'ldi. face to face yoki Zoom? Face to face. Ekzaminatoriz yaxshimikan? Ha, yaxshi chet el. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Qalay bo'ldi imtihon? Yaxshi. Yaxshimi? Charchadik. Charchadilaringiz. Xo'p, listening, reading qanaqa bo'ldi? Listening reading osonroq edi, listening sal qiyin edi. Nechta topdim deb o'ylaysiz? Endi bilmayman, xudo biladi. Writingdagi, вообще-то IELTSdagi o'zgarish sizga qanaqa ta'sir qildi ruchka? Ruchka ish qanaqa? Shu Bir xil. Bir xil menga. Reading bilan listeningni ko'tarish uchun nimada ishlash kerak? Nimaga maslahat berasiz? Ko'proq explanation yozish kerakda. Har bitta javobga. Har bitta javobga 6 marta, 7 marta boshqatdan o'qilib, mayda tinglab ko'rib yoki o'qib explanation qilish kerak ko'proq. O'shanda foydali bo'ladi. Speaking bo'ldimi yoki endimi? Speaking bo'ldi. Yaxshimi? Ha, xudo shukr. Face to face mi? Face to face. Ekzaminator. Teammate emas. Yo, teammate. Ha, tim emas. Tim kutganmidingiz? Yo, team 26-aprelda tushgan. Ha, keldi. 2-may edi-da. Shuning uchun o'yladim boshqa tushadi deb, vaqtdan boshqa tushdi. Yaxshimikan hammasi? Xudoga shukr. Mayli, omadingiz bersin. Charchamang. Rahmat. Xo'p. Imtihon qanaqa bo'ldi? Ajoyib yaxshi. Yaxshi. Listening? Nima listening? Masalan, qiyin, oson. Listening bo'ladi, o'zimiz tayyorlanib yurgan materiallardek qiyin emas. Yo'q, oson ham emas. Darajaga qarab. Tayyorlangan odam oladi. Tayyorlangan odam oladi. Writing qanaqa bo'ldi? Writingda hozirgi kundagi o'sha bolalarga fast food
yeyish buni yemaslik kerakligi haqida kim ko'proq o'rgatish kerak? Maktabmi yo ota-onalarmi? O'sha haqida Siz nima dedingiz? Kim o'rgatish kerak? Kim ko'proq endi responsible? hozirgi kunda bolalar ko'pincha vaqtini maktabda o'tkazadi. Yarim kunini maktabda o'tkazadi. Endi ko'proq o'qituvchilar bu haqida ma'lumot beradi, lekin ota-onalarning ham o'ziga yarasha o'sha mas'uliyati bor buni. Yaxshi, necha rezultat kutyapsiz endi? Yaxshi bo'lsa 7 chiqadi, nasib bo'lsa. Endi Allohdan buyog'i. Kamida 7 deb qo'ying. Kami ko'p bo'lsa 7 chiqadi. Uncha yaxshi tayyorlanganim uchun 3 oyda tayyorlandim. Ha, demak, o'zingizda tayyorlanganingizga yarasha anchagina yaxshi rezultat, to'g'rimi? Katta gapirish kerak emas-da, o'zi Alloh biladi, qancha tayyorlandim, harakatimga qarab beradi. Harakatim kuchli emas edi. U 7, o'tgan safar 6 olganman, bu safar 7 tani ko'zladim. Ha, ikkinchi topshirishingiz. Rezultatingiz chiqqanda Fast Education kanalidagi videoni tagiga yozib qo'ying rezultatingiz chiqqanda. Kutamiz, ha? Charchamang, omadingiz bersin. Imtihon qanaqa bo'ldi? Bo'ladi, yaxshi bo'ldi. Qiyin emasmi? Readingda biroz qiynaldim, lekin qolganlari yaxshi. Listeningdachi? Listeningni bemalol ishladim deb o'ylayman. Ha. Nechta topdim deb o'ylaysiz listeningdan? 35 tami. 35 ta, 8. Kamida 35 ta. Listening bilan readingni taqqoslaganda qaysi biri qiyinroq keldi? Readingda ko'proq qiynaldim lekin. Ha. Demak, readingda asosiy muammongiz bo'lgan. Hop, listeningni ko'tarish uchun nima maslahat berasiz? Nima qilish kerak? Odam o'zi yoqtiradigan narsalarni ko'rish kerak deb o'ylayman. Misol uchun men dokumentariyalar ko'rishni juda ham yaxshi ko'raman. Kelgunimcha ham, ha, ingliz tilida, kelgunimcha ham 2,5 soatlik dokumentariya ko'rib keldim. O'zim Bulung'urda yashayman-da chunki. Ha. Keyin yo'lda kelguningizcha video ko'rib, nimadirlar tayyorlanib. Tushunsa bo'ldi, ishlash muammo bo'lmaydi. Demak, hamma narsa comprehensionga taalluqli-da. Necha rezultat kutyapsiz? 8 overall? Endi readingim pastroq chiqib qolsa, bilmadim necha bo'ladi.